Toshkentdan Los-Anjelesga borish uchun odatda bir marta qo'nish kerak, lekin bu samolyot to'g'ridan-to'g'ri to'xtovsiz olib boradi. Bu Airbus 350 ULR. Hozirgi kunda dunyoda mavjud bo'lgan eng uzoq uchuvchi yo'lovchi samolyot. Avval Sidneydan Londonga borish uchun kamida bir marta qo'nish kerak edi. Endi bitta uchishda to'g'ridan-to'g'ri 18500 kilometrlik parvoz. Bu albatta Yer sharining yarmidan ko'proq. Airbus 350 dunyoning eng zamonaviy yo'lovchi samolyoti. 73 metrlik uzunlik, 410 o'rindiq va eski samolyotlarga nisbatan yoqilg'i sarfi 25% ga kam. Korpusning yarmi kompozit material, shuning uchun u raqiblaridan 40 tonna yengilroq. Ichkarida havo har 2 daqiqada yangilanadi. Oynalar elektron dimmerli, shovqin minimal. Bu samolyotlarni birinchi bo'lib Avstraliyaning Qantas aviakompaniyasi oladi. 2027-yilda dastlabki 12 tasi yetkaziladi. Demak, bir necha yildan keyin Sidneydan Nyu-Yorkka to'g'ridan-to'g'ri parvozlar soni ortadi.